Assalamu alaykum. Tayyorlik komiteti sepidagi aziz vatandoshlarım, yaxshimisizlar? Men bugun ya'ni 2023-yil 12-oyning 14-kuni degan shaharda Dünya Uyg'ur Qurultiyi rahbarlik markaziga vakolatan Dünya Uyg'ur Qurultiyining bir vakili, rahbari sifatida o'tirg'i chiqib, Dünya Uyg'ur Qurultiyi degan hukumat deganning naq o'zi shu. Xalqimizning vaqtini isrof qilmayli. Dünya Uyg'ur Qurultiyi butkul xalqaroga bir qadar to'nilgan, nihoyatda kuchli bir tashkilot. Tibetlarmi o'zining surgundi hukumatini Tibet surgundi hukumati deb atamaydi. Uning uchun Dünya Uyg'ur Qurultiyimi Uyg'urlarning hukumati hisoblanadi deganga o'xshash nihoyatda qisqa va intayin xatarlik. Shundaqla mening yillardan beri xalqimni ogohlantirib kelgan va meni qattiq ansirtib kelgan bu suiqasdini va xalqimiz uning ozodlik, hurlik va mustaqillikdan iborat bu sharaflik o'z davlatini asliga keltirishdan iborat haq talab va zimin davosini Xitoylar bilan quruqlikda birga turish, Xitoylardan bo'linib chiqish emas, aksincha Xitoy o'zi xalqimizga bergan va'dasida ching turib, xalqimizning avtonomiya huquqini qo'g'dab va uni qaytadan asliga keltirsa, ular bilan quchoqlashib birga yashalaydiganligidan iborat bir nizom nomiga tayangan. Ya'ni xalqimizni chin mustaqillikka emas, bir qadar yaxshi bo'lgan avtonomiyaga erishtirish uchun kurash qilayotgan va nizomnomasi shuningga yetaklaydigan bu tashkilot mana bugun o'rindan turib, asli chumbarisini qayirib tashlab, shu nizomnomasi bilan, ya'ni avtonomiya bek kuchlik bo'lgan chig'ida Uyg'ur millati uchun bir oliy avtonomiya ilib beramiz degan prinsip va nizomnoma bilan o'tirib chiqqan bu tashkilot mana bugungi kunlikda haddidan eshib, o'zlari xalq tarafidan saylanmaganligini bilib turib, biz bir hukumat deb o'tirib chiqyapti. Men mushu Amerikaga kelgan 27 yil jarayonida aziz millatim, xalqim, biz diqqat qilaylik. Tashqi dunyodagi bir qism tashkilotlar o'zlarining atrofiga ko'plab odam to'plash va xalqarodagi bir qism kishilik huquq, inson haqlariga qarata ajratilgan iqtisod pullardan foydalanib, atrofiga nihoyat ko'p odam to'plab, shu orqali vaqtning o'tishi bilan bular o'z nizomnomasida millatimiz uchun mustaqillik va ozodlik, haqiqiy hurlikni talab qiladigan bir programmasi yoki nizomnomasi yo'q turug'liq, u xalqaroda ilib borgan va ilib borayotgan ishlarni ko'z qilish orqali o'zlarini eng ko'p ish qilayotgan Uyg'ur millatining birdan bir qonunliq organi deb bu millatning haqiqiy zimin haqtilab mustaqillik davosini oliy avtonomiya yoki Uyg'urlarning ayni vaqtida qo'lida bor bo'lgan 80-yillardagi avtonomiya holatiga qaytarib kelish uchun kurash qilayotgan bu tashkilot mana bugungi kunlikda o'zining haqiqiy kimligini va g'oyasini o'tirib qo'ydi. Men Amerikaga chiqqan 27 yil jarayonida mushu bir nuqtadan boshqa yana agar biz diqqat qilmasak, bu xildagi tashkilotlar tashqi dunyoda ilib boradigan faoliyatlari ve tashqi dünyadaki demokratik davlatlarning kishilik huquq, inson haqlari uchun ichib berayotgan ve ichib beradigan ishiklari ve yordamlardan foydalanib, bular xalqimizning haqiqiy mustaqillik zimin davosini Xitoy ichidagi 56 millatning birisining davosiga aylantirib, Uyg'urlarga berilgan Xitoy hukumati tarafidan berilgan avtonomiyani qo'g'dab qilish va uni qayta asliga keltirish uchun bizning millatimizning bir ziminning xo'jasi
ve müstakil bir devletinin ilgisi ekanligidan ibaret bundaq bir şereflik tarixni yok çıkarıp xalqimizni mangu Xitoy kommunist hokimiyatlarining mustamlikasiga aylantirib o'tadi. Agar biz diqqat qilsak, bular mana shunday Uyg'urlarning kishilik huquq inson haqlarini xalqaro anglatib, bu millatning davlat qurgan ve devleti tecavüzcü sınıf tarafından kanunsuz egallanganligi uchun öz zemini ve devletini qaytarib ilishdan ibaret bu haqiqatni anglatmasa, u holda xalqimizni bu Xitoy kommunist hokimiyati milyonlarcha oshkor ve yoshirin qirgan chig'ida bu Xitoyning ichki masalasiga aylanib qoladi deb xalqimni qancha qitimlab ogohlantirdim ve eskartgan edim. Aynı hazır YouTube'a girip ablacan Leylnamen deb bassanglar, mening aşu 15, 16, 17, 18 yılının aldılarda sözlep videolu kaldırıp koygan nutuklarım hilemi turuptu. Aziz vatandaşlarım, Dünya Uygur Kurultayı'nın bir rehberi vekilinin oturuğa çıkıp bundak deyişi de bizning mu ketkizip koygan hatalığımız var. O bolsa mı? Tashqi dünyada haqiqiy Uyg'urlarning mustaqillik, hurlik ve ozodlik davosiga, inqilob kurashlariga vakillik qiladigan birdan bir Sharqiy Turkiston surgundi hukumati degan bu nomni biz butunlay xalqimiz ichi ve xalqaroda obro'yini tamamen yo'q chiqarib, bir qancha odamlar qorong'i uyga yig'ilib, xalq vakillari orqali saylanayotimiz deb xalqdan ayrılgan halda hükümetini kurup ve onu parçalap 5-6'ı bölüp etkenlik için Dünya Uygur Kurultayı oturuğa çıkıp biz her ketimlik sayılımımızı 3-4-500 adam ötküzüp atımız. Bizden etrafımızda nait köp Uygurlar var. Şunun için biz bu Uygurlarının birden bir hükümeti dep atalsak mı buludu dep oturuğa çıkıp atıdı. Biz bunun sebepçi olavatımız. Şunun için mi? Manım şundak. Öz nizamnaması da müstakillik ve zemin davası kılış prensipi bulmagan. Yukarıda biz degendek tinçlik bilen otonomiya iliş. Bek kuchap bek galbi kısa Ali otonomiya ilişkin ibaret bundak bir gaye bilen oturuğa çıkan ve bundak bir nizam namı bilen Xitay bilen parçalanmaslıkını teşvik kıladigan ve şu boyunca iş ilip baradigan bu teşkilat mana bugün kunlikda özünü hükümet deb oturuğa çıktı. Onun için biz barlık xalqimizni seferber kılıp xalqimizning saylash ve saylanishdan ibaret bu mukaddes hukuk ve burç arkalık bir merkezi hükümetini xalq tarafından kurup çıkıp yani xalq tarafından kurup çıkıp degende 4-5 xalqning vekili bilen emas bu hükümetning reisini çokum Uygur xalqi bir taldan belet tashlash arkalık saylap çıkıp bekitish gerek. Şundaq qilganchigimizda mana shundaq özleriga bedel puli tölegan ve özleriga a'zo bo'lgan odamlar bilan saylam ilip bardigan bundaq bir teşkilatning hiç taptatmasdan o'ttirg'i chiqib xalqimizga biz Uyg'urlarning hükümeti deb chiqan bo'lgan bo'ladi. Onun için biz derhal ittifaklaşıp, birleşip, hemkarlaşıp bir merkezi hükümetini ciddi kurup çıkmamız lazım. Eğer Şarkı Türkistan sürgünde hükümetlerinin hazırki reisleri bizde özde atavatkan bu kişiler ilgirimi dedik, yani tekitleyli rastlı ve temperver olsa ula derhal hizmetlerden istifa verip öz namzatlığını halk içine koyup bizden bu merkezi hükümet kuruştan ibaret çağırkımızga ciddi avaz koşmak lazım. Eğer undaq bulmaydıken biz yukarıda degendek mana şundaq öz nizamnamasida Xitaydan otonomiya talep kıladigan ve saylimini özüge a'zo ve a'zolik bedel puli to'laganlar bilan o'tkazib xalq bilan hech ishi bo'lmaydigan Dünya Uygur Kurultayı'ga o'xshash mushtaq tashkilotlar
o'zlarini hukumat deb o'tirg'i chiqib, xalqimizning zimin, haq talab va mustaqillikdan iborat bundaq bir davosini mengi monopol qilib, yo'q qilib o'tishdan iborat bir intayin xatarlik siyosatga ve xatarlik vaziyatga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun aziz vatandoshlarım, o'zinglarni bir o'ylashib ko'ringlar. Zodi markaziy hukumat qurib, mana mushundaq o'z nizomnomasida hech xalqimizning ozodligi, hurligi, mustaqilligi uchun kurash qilish imkoni bo'lmagan ve shuni bilib turib uning uchun xizmat qilayotgan bu qarindoshlarimizning darhol o'tirg'i chiqib o'zlarini hukumat deyishdan iborat bundaq bir xatarlik vaziyatning oldini olmag'imiz lozim. Uning uchun o'rnimizdan dast turib, saylash ve saylanishdan iborat bu muqaddas huquqimizni ishlatadigan ve burchimizni icra qiladigan vaqtimiz keldi. Şu münasebet bilan hammangizlarga Allohning güzel salamları olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Ko'pchilikka rahmat.